Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana bugun Xudo xolasa yana bir xonadonimizga telefon ishlarni bitkazib olganmiz. Bu xonadonimizda darvozalari ozgina past bo'lganligi uchun mana chetdan bitta bo'lish qilganmiz. Mag'ni alohida ko'tarib, bu yog'ini alohida urginda qilganmiz. Sababi darvozani ozgina pastroq qilib qo'yishgan ekan. Xudo xolasa bu obyektimizda yana bir o'zgarishlardan qilganmiz. Oynalarni, svitlarni oldiga oynalardan qo'yib o'ta neobishni chiroyli holatda bitkazganmiz. Mana bu yerda hozir led qo'yish jarayonlari ketyapti. Xudo xolasa bu xonadonimizda akamiz naveslarni ozgina pastroq qilib qo'yishgan ekan. Shunga naveslarni o'zini uruinida qilganmiz. Bu yog'i past bo'lib ketmasligi uchun o'ta ham chiroyli holatda chiqdi. Xudo xolasa bu xonadonimiz 270 kvadrat telefon ishlarini Xudo xolasa juda ham tez holatda 6 kun deganda Xudo xolasa mana uy egasiga topshiryapmiz. Kimga shunaqa tez va sifatli xizmatlar kerak bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar.